İşimizni boshladik aka-ukalar. Xo'rashuvimizni birinchi priziga kattadan boshladik. Mana sizlar uchun aprelski katta yutib olgan maza qilsin, yutuqlari ham bardavom bo'lsin, shunaqa katta xo'roz bo'lsin. Kamida 5 kg 200 da o'ynaydi. Aka-ukalar 4 kg 750 dan birinchi o'ringa. Xo'rashuvimizni ikkinchi o'riniga, ikkinchi prizimizga. İkincisini ham kattadan boshlab oldik. Bo'lsa maza qilinglar. O'zi bir dona tulagim bor edi. Aka-ukalar, no balo olib yurdik, tulovdan chiqqancha bardavoy putinskiy. Telegramda qaranglar, bu hali to'lgan yo'q. To'lalaydigan bo'lsa 6 kilodan oshadi. Aka-ukalar, balada yurgan holatida bugun o'zi keldi. 3 ta makonni bosib, 10 kun bosib keldi-da. Bardavoy. Nima deyapti? Maza qilinglar. Tumshug'ini ham salab qo'yman ekan. Nima ekan yurgan. Ikkinchi o'riniga sizlar uchun. Aka-ukalar, xo'rashuvimizni 3-o'riniga. 3-o'riniga qo'ydik. 3-prizimiz. Bitta beletga yutib chiqadi. Kilogramm ham oshib qopti. 1 kilo 150 gram qo'shilibdi. 3-siga. Yutganlarda omadini bersin. Maza qilinglar mana. Omadi bor o'ynab yutib yursin. 3-siga. Bu xo'rashuvimizni 4-siga, 4-prizimizga. Bu tashkilchi vesi olmabdi. Buni olib qo'yishim bilan nargis cho'qayapti. Bu 4-biletimizga aka-ukalar. Aka-ukalar, xo'rashuvimiz 5-o'riniga bu. Hali urushqoq jo'ja. Lekin mana shu jo'jani 3 kishi 4 kishi 1 million so'm pul qilib bermadim. $100 bo'lsa beraman deb turdim. Chunki tanlab olish shunaqa narx aytgan. Men hamma biladi, savdo qilib ko'rgan. Hamma jo'ja bilan urushib chiqqan mana shu bayis jo'ja bo'ladi. Men nojinlik urganim uchun cho'chib turibdi. Urmasam ular cho'qib tashlayapti-da. Ham kilogramm ham olib qopti va ko'rdilaringni, ancha bu ham besopti. Olgan odam, yutgan odam maza qilsin aka-ukalar, juda yomon chiqadi mana shu jo'ja. 5-siga xo'rashuvimiz. Aka-ukalar, xo'rashuvimizni 6-o'riniga, hali korpusidan qanotdan chiqib korpus ko'rib turadi, o'shanisi. Bu 6-o'rinimizga. Jalab yomon boshqacha jo'ja bo'ladi. Xo'roz o'zi qanotdan qaray ko'tarib olishim. 6-o'ringa maza qilinglar. Aka-ukalar, ochiq o'ringa 3 kilo chiqyapti. Tuxumga kirib o'zi 3,5 kilo, pashni 3 kilo 700 bo'ladi. Bo'zon xo'rashuvimizni 7-siga bu. 7-priziga qo'yib yubordik. Maza qilinglar putinskiy. Yaqinda $150 pul qilishdi ikkita bir aytishga. Bermadim, sotmadim, lekin kanal rivojidan shou uchun sizlarga mana tikib berdim. Qora bayillar chiqarib yuringlar, maza qilib, pulay makon olinglar sizlarga. Biletlar soni cheklangan aka-ukalar. Ulgurib olinglar. Aka-ukalar, xo'rashuvimiz 8-o'riniga bu. Bardavoy. Maza qilinglar, bardavoy quvozlari. Hali avgustga yurishganda kaltalar ichida qolib ketib qoldi. Ammo badani zo'r bo'lyapti, tortilibdi-da. 4 kilo 250 edi-yu, tortilibdi. Mana aka-ukalar, maza qilinglar. Xo'rashuvimizni 8-priziga. To'xta. Aka-ukalar, xo'rashuvimiz 9-o'riniga. Krasavchiyni Qozoqqa sotganimiz yutdi-ku, chempionatda. O'shaning balasi, ya'ni eng kichkinasi 4-si. 3 kilo 850 gram chiqyapti. Xo'rashuvimiz 9-siga, qora bayir. Maza qilinglar. Jonlaring sog' bo'lsin. Bular jo'jachilar ham vesopdi. Mana aka-ukalar, xo'rashuvimiz tushmetr. 10-siga bular ikkalasi bitta biletga chiqadi. Mana shu pari. Bitta xo'roz, bitta makoni, bitta biletga chiqadi. Omadlaringni bersin. Yutib olganlar maza qilinglar. Bitta odamga chiqadi, bitta biletga. Pari. Bitta xo'roz, bitta makoni. Xo'rashuvda 10-si. Aka-ukalar, xo'rashuvimiz 11-siga bo'lyapti. Bir pari. Bo'lsa sizlarga bo'lsin. Bunaqa imkoniyat qo'ldan chiqarmaydi. 400 mingga bir jup yutib olishingiz mumkin. Mana, lekin mana shu bir jupini men $150 deb turdim oladigan odamga. Mana sizlarga addoshi 400 ming uchun omad bor odam yutadi. Maza qilinglar. Bu haligi urushqoq bayes bilan inota bitta kerak. Chunki bular bilasizlar, ikkita makion, bitta xo'rozni balladi-yu. Bir xilda tushmetr. Maza qilinglar. Aka-ukalar, xo'rashuvimizni 12-o'riniga.
Bu nima deyapti? Vesi ham olib tashlabdi, 4,5 kilo bo'pti. Tumshug'ini uchun ham tashladi havosi. Aka-ukalar 15 kunda keladi, kimada bekoch qolib o'ynaydi. Badani yomon bo'pti. Bo'lsa sizlarga bo'lsin, mazza qilinglar. Obunachilar mazza qilsin. Biletlar soni kam, ulgurib olinglar. 100 ta bilet xolos. Aka-ukalar 41% ovoz bilan avgustga avtomat yutdi. Vesi ham 4,5 kilo. 13-prizimizga qo'yilyapti jonivar. Yana bitta bekor chiqib olib turib, olib chiqib o'ynayveradi. Puxtaroq bo'ladi, 2 marta bekorchi bo'lgan. Mazza qilinglar yutib olgan odam. Mana jonlaring sog' bo'lsin. 13-prizimizga. Aka-ukalar 14-prizimizga fevral samuray pixchi. Bu g'olib bo'ldi 77% bilan 14-prizga buni qo'ydik. Omadlaringiz bersin, mazza qilib yutib yursin. Kimga nasib qilsa, jim tur. Buni 2 marta bekor chiqib olib o'ynayveradi aka-ukalar. 1 marta bekorchi bo'lgancha turibdi. Qimillamay tur. Aka-ukalar aytdim. Badani yomon bo'lyapti. Tortilibdi-da 5 kilodan. 4 kilo 800 chiqyapti pashta. Aka-ukalar buni xolasini boqib turib o'ynayveradi, yana bitta bekor chiqadi. Yanada puxta bo'ladi. Ammo badani yomon bo'lyapti. Bo'ynalarini ham shunaqa ushyapti. Bu 15-prizimizga aka-ukalar. Xo'roz. Mazza qilinglar. Aka-ukalar o'zi 30 gram kam 4,5 kilo bo'lyapti snayperimiz. Badanlari yomon mochniy bo'pti. 2 marta bekorchi bo'ldi, yana 1 marta bekorchi bo'lsa, yangi yilga olib chiqib tayyorda, xudo xolasa. Jalva. Agar bironta yana cho'joq xolos kelib bo'lsa, bitta bekorchi qilamiz kichkina. Chunki jim betini yara chaqasi qoldi xolosda. Mana sal qizar o'zi bir kichkina beti tepishtirib olamiz. Raza o'ynayman deb yotibdi, topiga kelib bu. Snayper. Quloqchalar yaralari tushdi-da. Ishqozlar sotuvda. Yangi yilga tayyor bo'ladi-da jonivor. Yangini so'raganlar bekorchisi Telegram kanalimda bor-a? Gruppamda. Tashabbuga o'tib olasizlar. Cho'ningni. Snayper. Ishqozlar chiqarasiz sotuvda. Aka-ukalar jo'jalar zig'ilonini qaranglar. Manasini qaranglar. Buni taroziga qo'ydimki, kanalga Xo'rozshovga qo'yilganda kilogrammi ko'rdinglar. Nobodda kim yutib olsa ham chiqib ketib turishda taroziga qo'yamiz. Yomon yeyapti. Ishtaha zo'r qancha bo'lar ekan. Suvni ichishga navbat, hammasi zo'r yeyapti. Nonini yeyishini qaranglar, bayesdi. Aka-ukalar, biletlarimiz kam qolyapti sotuvda. Ulgurib bo'linglar, mazza qilinglar. Keyin uni 25-ga o'tkazdirib yuboramiz. Keyin ulgurmay qoldik. Yana qiling desanglar ham bo'lmaydi. Chunki shu bilan mayda bo'ladi. Telegramga chiqib yozib, o'sha kartaga pul tashlab, shouga ishtirok etaverasizlar. Ulgurmagan almonda. Keyingi voqeaga. Men sizlarga aytayapman, yomon chiqadi mana shu jo'jalar. Boqib ham zo'r bo'lyapti. Endi egalariga kimga nasib qilganicha cho'lida boqib turamiz. Donlar, tuxumlarini hammasini yeb oldilar. Mazza qilib. Najbayist qilib yeganini. Bu baqa chiqib turib, bag'daga tushgan go'sht tuxumlarni ham yeb chiqadi-da. Juda xushyor.